Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlərini görüşünüzü qarşılayırıq. Aldı bilan xəbərlərimizin asosiy mazmunlarini tanıştırırıq. İstanbulda Xitayning Sherqiy Türkistan'a münasibətlik ta'tir təşviqatىغا qarşı axbarat elan qilish yig'ini o'tkuzildi. Sherqiy Türkistan xalqiga məcburiy tېڭىلغان siyosiy pa'alىيەتلەر dاۋاملاشماقتا. Jon Kérriy yaqında Xitayga ziyaretke barmaqçı. Amerikadagi tunji Atatürk heykeli. Tövəndə dehqanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun. Aprel günü Ankara'nın mərkəzidəki Ulus meydanında Türkiye'nin hər qaysı yerlərdən kelgan 30 ommaviy təşkilat bilan 5 nəşriyyat orqanının məsulları axbarat elan qilish yig'ini chaqirib, Xitay hökumətini irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, Türk hökumətini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. Ötüken Medeniyet Mağrib Cemiyeti, Tulpar Milletçiler Cemiyet qatarlıq 30 təşkilat və 5 nəşriyyat birlikdə uyushtirgan fəaliyyətə Kayseri, İstanbul, Bursa ve Ankara'dan kelgan ommaviy tashkilot mas'ullari, Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari qatnashgan. Xitoy virusi tufayli ko'p kishining qatnashishi cheklamaga uchragan. Bir qancha televiziya va gazet jurnallarning va davlatlik axborot organi bo'lgan Anadolu xabar agentligining muxbirlari ishtirok qilgan axborot e'lon qilish yig'inida qo'lida ay yulduzliq ko'k bayroq bilan Türk bayroq ko'tarib olgan namoyishchilar o'tirsib turgan Ötüken Medeniyet ve Ma'rif Cemiyeti raisi Eshil Askin muxbirlarga bayonot berib, o'zining bu faoliyatini qo'llagan muxbir har qaysi ommaviy tashkilotlarning mas'ullariga hurmat ehtiromini bildirib, Türk millatchi tashkilotlari va bir qism Sherqiy Türkistan ommaviy tashkilotlarining Xitoyning Sherqiy Turkistonlik qarindoshlarga berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtat deyish, shundaqla Turkiya hukumatini, Turkiya parlamentini, siyosiy partiyalarni, Türk xalqini Sherqiy Turkiston xalqiga ega chiqishga chaqirish uchun bir yerga jam bo'lganligini, bu yerda oldi bilan Xitoyning Uyg'urlarga berayotgan besim siyosatini ayplash bilan birlikda Turkiya hukumatini darhol harakatga o'tishga chaqirib, 1949 yildan buyon Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishga tirishayotganligini, keyingi 4 yilda bo'lsa buning irqiy qirg'inchilikqa aylanganligini, shunga ba'zi davlatlarga o'xshash Turkiya hukumatining darhol harakatga o'tish kerakligini ta'kidlagandan keyin, Turkiya hukumatining Turkiyada texi Türk puhrasi bo'lmagan barliq Uyg'urlarga darhol puhralik berish kerakligini o'tirib qo'ygan. Eshil Askin namoyishni uyushtirishdagi maqsadiga yetganligini bayon qilib, Turkiyada har xil temalarda davomli bunday axborot e'lon qilish faoliyatlari bo'ladiganligini, ammo haqiqatan irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Sherqiy Turkistonliklar uchun davomli bunday faoliyatlar bo'lmaydiganligini, o'zlarining mazlum Sherqiy Turkiston xalqining ovozi bo'lishga tirishadiganligini, buningdan keyin davomli bunday faoliyatlarni uyushtiradiganligini bildirgan. Shuning bilan birga 13 aprel kuni Xalqaro Sherqiy Turkiston tashkilotlar birligi bilan Sherqiy Turkiston inson haqlari kuzatish jamiyatining hamkorligida Xalqaro musofir xalqlar jamiyati raisi advokat Abdulla Rasul Demirning riyosatchiligida İstanbulning Topkapıga joylashgan Akkun İstanbul mehmonxonasida Xitoyning Sherqiy Turkiston masalasi to'g'riliq yaqinda tarqatgan hujjatlik filmiga qarshi zulmatdagi irqiy qirg'inchilik temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Sherqiy Turkiston inson haqlari kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sherqiy Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, terror siyosatlarini, irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini xalqaro yo'lliq ko'rsatish maqsadida 2 aprel Xitoy yer shari televiziya to'ri orqali hujjatlik film tarqatganligini, Xitoy filmda bir qism Uyg'urlarni majburiy so'zlatganligini, amaliyotda filmdagi kishilarning so'zlarining butunlay yolg'on ekanligini misol va paketlar orqali tafsiliy tushuntirib bergan. Yig'inda yana Siprus 15 noyabr universiteti o'qituvchisi doktor Shavkat Nosir so'z qilib, Xitoyning xalqaro jamiyatga yolg'on tashviqot tarqatish maqsadida zo'r miqdorda xarajat ajratganligini, faqatla Sherqiy Turkiston xalqining emas, balki butun dunyoning Xitoyning yolg'on tashviqot qo'shiniga duch kelganligini, yaqinda Xitoyning 20 milliondan ortiq tor qo'shinni yolg'on tashviqot tarqatish uchun ishga kirishtirganligini bildirdi. Xitoy yillardan beri siyosiy o'g'inish, bayroq chiqarish, qarorli qasam bergizish qatorliq siyosatlarni majburiy ijro qilib kelayotgan bo'lib, yaqinqi bir necha yil ichida bu siyosat texim og'irlashgan. Yaqinda ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sin ko'rinishlarda Sherqiy Turkistonning ma'lum shahridagi bir turkum Uyg'urlarning bayroq chiqarish marosimida qatnashayotganligi va bayroq chiqarilib bo'lgandan keyin Xitoy yetakchisiga ergishib, kommunist partiyaga bo'lgan sodiqlik haqida qasam berayotganligi, qasamdan keyin siyosiy leksiya anglayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy Sherqiy Turkistondagi jinoyatlarni yoshirish uchun yaqinqi mezgillarda alohida kuch sarf qilib, bir qism kino va hujjatlik filmlarni ishlagan bo'lsa-mu, ammo ijtimoiy taratqulat tarqalayotgan ko'rinishlar Xitoyning bu vaqtdagi yolg'on tashviqotlarini boshqarmoqda. İctimai uchur vositalar tarqalgan sin ko'rinishda Sherqiy Turkistonning ma'lum bir yezisidagi kichik bir zalning sinib qilib ishlatilganligi, bir Xitoy o'qituvchining Uyg'urlarga Xitoycha o'rgatayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, sinfda tixmi bo'lib majburiy dars qatnashayotganlarning ko'pinchisi ayollar va kichik bolalar ekanligi. Yana bir sin ko'rinishda bo'lsa, Uyg'urlarning cho'ng somkalarda yuk taqlarini olib, uzun yo'lliq avtobuslarga chiqish uchun radga tizilib manganligi, aşağı chiqqan etizli paxta terib charchab ketgan xalqning aram elayotganligi, ota-onasidan ayrilgan narsidi sabiy bolalarning o'zlaridan cho'ng xaltalarni ko'tarib, qator tizilib epmangan ko'rinishlar keng tarqalgan.
Bayden hökumətinin klimat vəkili Jon Kérriyning bu hafta Şanxayga berib, Beijing bilan klimat o'zgarish masalasida hamkorlashadiganligi mo'ljallanmoqda. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zosi Mark Rubio 12-aprel dushanba kuni ogohlantirish berib, Joe Bidenning yeşil energiya planining Beijingga bergan bir cho'ng sovg'asi ekanligini aytgan. Kyoto agentligining xabar qilishicha, Amerika prezidentining klimat masalasidagi alohida vakili Kېrrىy bu hafta Hindiston va Xitoyning Şanxayni ziyorat qildiganligini. Buning bo'lsa Joe Biden hukumat vazifaga o'tirgandan buyon tunji qatim Amerikaning bir yuqori darajalik amaldorining Xitoyni ziyorat qilishi ekanligi. Kېrriyning Xitoyning klimat o'zgarish ishlari alohida vakili Jinhua bilan parnik gazi qo'yib berishni azaytish tadbirlari to'g'risida suhbatlashadiganligini bildirgan. Amerika 22-apreldan 23-aprelgacha to'g'rida klimat o'zgarishiga munosabatlik boshliqlar yig'ini o'tkazadigan bo'lib, Xi Jinpingni qatnashishga taklif qilgan. Mo'ljallanishcha bu yig'inda yer sharining isib ketishiga qarshi turishning xalqaro ramkasi bo'lgan Parij kelishimida talab qilingan 2030-yildan burun bulg'ilimi qo'yib berishni azaytish nishoni to'g'risida maslahatlashadi ekan. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zosi Rubio Fox xabarlarga yozgan maqolasida Bidenning klimat planining yadrosi bizning keng ko'lamli energiya ul aslalarimizni pokiz energiya deb atash. Bu millionlagan quyosh energiyalik batareya taxtasi, elektronlik mashina to'qqachilash punkti va boshqa qimmat bog'liq yeshil ul aslalarni sotib olishni ko'rsatadi. Bularning hammasi Xitoy hukmronlik qilgan kasblar. Boshqa chiqib aytganda Biden hukumati Amerikaliklarning uyining o'g'isiga o'rnatishni umid qiladigan yangi quyosh energiyasi batareyasi Xitoydan keladi. Xitoy kompartiyasi sanoat bazasi buningdan naf oladi. Biden hukumati Xitoy kompartiyasining yasamichilik kasbining hukmronlik o'rniga kapolatlik qilmoqda. Xitoy kompartiyasi qayta hosil bo'lgan energiya kasbida ustunlikni egallaydi. Xitoy uzun yillardan buyon keng ko'lamli hukumat to'liqlan pul orqali bu kasblarga mablag' solib rivojlantirgan degan iboralar yozilgan. Rubioning qarashicha Amerikaning energiya siyosati davlat ichi ishlab chiqarishni qanday o'rnatish va Amerikada yaxshi bo'lgan ishga o'rilish fursati yaratishga ahamiyat berish kerakligini ta'kidlab, har qanday bir plan cho'qim ikki ishga kapolatlik qilish kerakligini. Birinchisi mablag'ning Xitoyga ketmasligini aniq o'ttirib qo'yish hamda Xitoy tovarlarini sotib olmaslik moddasini qo'shimcha qilish kerakligini. Buning Amerika ishlab chiqaruvchilari va boshqa davlatlarning ishlab chiqaruvchilariga zo'r ilhom bo'ladiganligini. Ikkinchidan, plan mahsulotlarning davlat ichidagi texnikalik mazmun talabini oshirib, Amerika tovarlarini sotib olish talabini yo'lga qo'yib, bu sohaga zo'r miqdorda davlat ichi mablag'ini qo'zg'atish kerakligini o'tirib qo'ygan. Rubio yana Amerikaning 2019-yilning 1952-yildan buyongi tunji energiya mustaqilligini qo'lga keltirgandan keyin amdilikda Bidenning plani Amerikani yana chet el raqobatchilariga beqindiganligini, Bidenning planining yana Xitoyning qo'rqinchli kasb harakatini ilhomlantirib mukofotlaydiganligini qattiq tanqid qilgan. Masalan, o'tgan bir qancha yilda Xitoy ko'p qutbli quyosh energiyasi batareyasining zapchastlarini kontrol qilgan bo'lib, dunyodagi ishlab chiqarishning yarmi Sherqiy Türkistondan keldiganligi, pokiz energiya ishlab chiqarishining majburiy emgakchilarning qini bilan bo'yalganligini bildirgan. Ikki ming 13-yili 10-noyabr kuni Mustafa Kemal Atatürk vafot bo'lganligining 75 yillik munosabati bilan Amerikaning ommaga ochiq bir yerga qo'yilgan tunji Atatürk haykalining yopiqini etish murosimi Washingtondagi eng muhim maydonlarning biri bo'lgan Sheridan Circle'da o'tkazilgan. Uzun va jafoliq ijozat olish jarayonidan keyin Amerikadagi Turkiya elchixonasi va Amerika Atatürk jamiyati haykal loyihalash musobaqasi tashkillangan. Musobaqada haykaltirash Jeffrey Hall chempion bo'lib tanlangan. Atatürk to'g'risida ko'p narsa bilmaydigan Jeffrey Hall Atatürkning umumiy pozitsiyasi va harakatini ko'rsatib beradigan necha yuz parcha surat, hatto koni kino filmlarini ko'rgandan keyin Atatürkning hayvatli qomatini, qiyofati va harakatiga mahliya bo'lib, 6 oy tayyorlik qilish natijasida loyihalangan bu haykal qo'lida kitob tutayotgan Atatürkning 40 yoshdan oshgan chog'lardagi obrazini aks ettirib bergan. Bu haykal Atatürkning umumiy rahbarlik rolini ta'kidlasa, qo'lida kitobga nutuq degan xatlar yozilgan. Washington DC'ning elchixona Rum mahallasiga joylashgan Turkiya elchixonasi oldidagi ommaviy o'rin qo'yilgan Atatürk haykali taxminan 75 atrofidagi elchixona, konsulxona va elchixona turalg'ulari orasidagi eng jalbkor sayohat nuqtalarining biri bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.